Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga juda ham ajoyib bo'lgan, sog'ligimiz uchun foydali e, bir massaj uskunasini ko'rsatmoqchiman. Bu mana ko'rib turganingizdek ignali massajyor deyiladi va bunda mana shunday mato ustiga mana bu plastmassadan yasalgan ignachali tangachalar yopishtirilgan bo'ladi. Aynan tangacha orasi teshik. Mana yaxshilab gilamchaga yopishtirilgan. Bu ignali gilamchadan biz foydalanganimizda birinchi navbatda u nervlarga ta'sir qilib, qon aylanishini yaxshilaydi va tanamizdagi, oyoqdagi, beldagi og'riqlarni kamaytirib beradi. Agar buni birinchi marta foydalanayotgan bo'lsak, kuniga 5 daqiqa yoki 10 daqiqa yetarli hisoblanadi. Aynan 5-10 daqiqa foydalanish orqali biz o'zimizdagi og'riqlarni kamaytirishimiz, qon aylanishini yaxshilashimiz mumkin. Buni asosan bel sohamizga qo'yishimiz mumkin. Shunda mana belga tekkan payti mana bu ignachalar qon aylanishini yaxshilab, o'sha yerdagi og'riqni kamaytirishga yordam beradi. Yoki oyoqlarimizni buni ustiga 5-10 daqiqa qo'yish orqali qonni yaxshi aylantirib, oyoq og'rig'ini ham kamaytirishga yordam beradi. Birinchi martasiga 5 yoki 10 daqiqa foydalanish yetarli. Keyinchalik esa bu daqiqalarni orttirsak bo'ladi. Ya'ni 10-20 daqiqagacha bir kunda foydalansak bo'ladi. Bir kunda bir mahal yoki 2 mahal foydalanish juda ham o'rinli hisoblanadi. Aynan bu gilamcha orqali siz o'zingizdagi og'riqlardan va o'sha asabni tinchlanishi, qon aylanishini yaxshilashingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Obuna bo'lishni unutmang.